Assalomu alaykum. Efirda Texno xabar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev birgalikda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ko'rgazmasiga tashrif buyurdilar. Davlat rahbarlariga mazkur sohadagi ilg'or yechimlar va innovatsion ishlanmalar haqida axborot berildi. Qozog'iston Prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan LMI sun'iy intellekt markazining taqdimoti bo'lib o'tdi. Prezidentlar raqamlashtirish sohadagi o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, IT mahsulotlarini yaratish, sun'iy intellekt va ilg'or axborot texnologiyalari sohasidagi milliy strategiyalarni o'zaro bog'lash muhimligini ta'kidladilar. Olmaota shahrida bo'lib o'tgan xalqaro ko'rgazma doirasida O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov, Qozog'iston raqamli rivojlanish, innovatsiyalar va aerokosmik sanoat vaziri Jaslan Madiyev bilan IT sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash va raqamli transformatsiya sohasidagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qildi. Olmaotada o'tkazilgan Almaty Fair A sun'iy intellekt ko'rgazmasi doirasida IT Park, O'zbekiston, Qozog'istonning Astana Hub va Xitoyning Growth Vision Pro Ltd kompaniyasi o'rtasida strategik 3 tomonlama memorandum imzolandi.